Yana hafta aylanib Ramazon hayiti ham o'tib siz bilan yuzma-yuzman qadrdonlar. Bugungi va'zga 4 ko'z tugal yetganimizdan sevindim. Ichkislar mo'choybika xo'jik birrala. Mana kunlar isib, musaffo osmonda quyosh charaqladi. Metan zapravkalarda navbat kamayib odamlar ham tepishmay qo'ydi. Hayit o'tgandan keyin xinoni guttina qo'ysalar. Sovuq o'tdi og'a, endi o'joqdan osh damlayveramiz. Baxtiyor Fozilovga qarashli Inter Engineering ishchilari sabr kosasi sinib, ko'zi qonga to'ldi. Shirkatning Olmaliq va Qorako'ldagi ishchilari 3 oydan beri maoshsiz qolgan. Ular qo'zg'olon ko'tardi. Oylik talab qilib, shtablarga yopirilishdi. Puldorlar bu olomonni ko'rib qo'rqqanidan ishtoniga siyib qo'yishdi. Olmaliqdagi ishchilariga o'sha kunning o'zida oyliklari qurtday sanab berildi. Haq olinur, aslo berilmas. Qorako'ldagi ishchilar esa dekabrdan beri hamon pulsiz, bola chaqasi och. Inter Engineering raisi Baxtiyor Fozilov shirkatdagi O'zbekiston fuqarolarini oyoq uchida ko'radi. Qozoq va rossiyalik ishchilar allaqachon oyliklarini olgan. O'zbekistonlik ishchilar hayitda ham, Ramazonda ham uyiga 3-4 tanga jo'nata olmadi. Og'a shu shirkatning egasi Buxoro amiridan ham boy. Bir kun ham etsiz ovqat yemaydi. 1-2 dona inomarka mashinani sotsa, ishchilarni oylik bo'larmadi. Eriel, Inter Engineering, Firkenso shirkatlarining egasi bo'lgan Fozilov o'zini metsenat, ya'ni ehsonparvar qo'li ochiq boy deb atagan. Uning shirkatlari Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo va Rossiyaga tarmoqlagan. Bu o'lkalarda Fozilovning biror ishchisi oylik ber deb namoyishga chiqmadi. Bunga ehtiyoj bo'lmadi. Biroq Fozilov qo'l sinsa yeng ichida qolsin deb o'zbekistonlik ishchilarini pul bermay ezg'ilaydi. Boyvachcha O'zbekistonning 80% neft zaxirasi, yirik konlari, fosforli o'g'itlar, ammiak zaxirasini egallab olgan. Samarqand aeroporti va katta qurilish buyurtmalari ham shu kimsaga tegishli. Bundan tashqari Fozilov Surxon klubini o'ziga o'yinchoq qilib sotib oldi. Surxon klubi Termizda yashamaydi. Surxondaryoliklar bu klubning qorasini ham ko'rmaydi. Termiz stadioni teshkir tog'ora kabi bo'm-bo'sh yotadi. Baxti Fozilov sotib olgan Surxon klubi Toshkentda yashab, Toshkentda mashq qiladi. Samarqandlik boyvachcha Fozilov bu klubga chet eldan legionerlar sotib olgan. Sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga. Inter Engineering shirkatining Toshkentdagi ofisi ham 3-4 oylab maoshsiz quruq havo yutib yashaydi. Domkinoni buzgan, bittayam kitob o'qimaydigan eks-hokim Joha Brat ham Fozilovdan mard. Joha Brat ishchilariga o'z vaqtida oylik to'laydi. Qashshoqning haqqini yemaydi. Usti yoldirtovuq, ichi qaltirtovuq oligarx Rossiyani o'g'ri cho'ntagi Baxti Samarkandskiy bo'ladi. Fozilov Samarqandda 2 chaqaga qimmat butaforiya shahar qurdi. Endi navbat Buxoroga. Buxoroni buzib yo'q qilib, UNESCO ro'yxatdan o'chirtirib tinchiydi. O'zbekiston madaniy merosini saqlash va o'rganish bo'yicha xalqaro tashkilot boshqaruvida ham shu Fozilov o'tiradi. Qo'yni bo'riga topshiribdilar. Buxoroni buzib, keyin Xalqlar do'stligi saroyi, O'zbekiston tarixiy muzeyini ham buzsin. Otarchi madvazirni qarshilik etisha duhi yo'q baribir. Vatan nimadan boshlanadi? Bastakor Vinyamin Basner musiqa bastalagan mashhur filmdagi Matusovskiy she'ri bu. Vatan nimadan boshlanadi? Alifbo kitobidagi rasmdan, balki qo'shni hovlidagi oshino, yaxshi do'st, balki o'rtoqdan, balkim onam aytgan alladan. Endi masalan, vatanni sotish nimadan boshlanadi? Masalan, bechora xalqdan yig'ilgan soliqlardan tarkib topgan byudjetdagi 1 vagon pulni ashlachi madvazir o'rislarning Golos degan shousidan ko'chirma bo'lgan bitta axlat teleloyihaga ontarib tashasa. Nima deyiladi bu? Anjanchasiga kiydirishmi yoki shunchaki sotqinlik?
oddiy korrupsiya. Hammasini dili bir. Ko'pdan ajrag'anni bo'ri yeydi. Madvazirni qog'ongadan neri kam? Mashinnik madvazir otachilarga sayt ochish uchun milliard so'mni tuyoq qilganini unutmaylik. Masalan, Fransiyaning madvazirlik sayti $100 yasalgan. O'zbekistonning milliard so'mlik otarchilar sayti hozir ishlamayapti. Pul tuya bo'lgan. Bu sayt ashulachilarni muxlislar bilan bog'lab to'yga zakaz olishga yordamlashadi degandi madvazir. To'yga artist ayttirish uchun sayt ne kerak? Telefon atib ham chaqiraveramiz ularni. O'zbek til adabiyotchisi balandparvoz, ichi bo'sh gaplarga usta. Karvonboshi Sirojiddin Said minbarda turib xushomad shi'r o'qiydi. Akademik Shuhrat Sirojiddinov Til adabiyot universitetini Islom davlati filialiga aylantiryapti. Universitet juma kuni hech qanday majlis o'tkazmaydi. Domlalar darsni tashlab talabalar bilan yetaklashib juma namoziga yuguradi. Sekulyar davlatning Til adabiyot universiteti iftor bazm ham o'tkazdi. Og'a, Jorj Bush bilan Obama iftor dasturxon yozib og'zachorda potiyani urgan. Ularni shoxi bormi? Matchonboy, Amerika Qo'shma Shtatlarining Oq uyi iftor ham uyushtirgan, Rojdestvoni ham nishonlagan. Pasxa bilan qutlab, Hanuka bayramida shamlar ham yoqqan. Buning otini diniy bag'rikenglik, tenglik deyiladi. Bitta iftor qilib berish esa diniy dominantlik. Qolaversa, Amerika Qo'shma Shtatlarining biqinida uni yo'q qilishga tayyor radikal IShIDchilar yo'q. O'zbekistonga qo'shni davlatda esa minglab kallakesarlar IShID Xuroson davlatini tuzaman deb yeng shimargan. Bunday vaziyatda davlat universitetida iftor qilib ma'ruzachilarni ilohiyotga taqash Averton oynasining ochilishidir. Shariatga qattiq yopishib olgan Eron va Afg'oniston bir kunda zulmatga cho'tmagan. Bu ishlar sekin-sekin qilingan. Avval xotinlarning boshi o'ralgan, keyin davlat tashkilotlarida faqat islomiy tadbirlar uyushtirilgan. Soqol portlamaydi deb jirillab, olomonni 7-asrga qaytishga ko'ndirishgan. Navoiy universiteti va Andijon Media institutidagi taviyalar ham milliylikni e'tiqodga burib yubordi. Mollalar ibodatini aytsin, olimlar kitobini yozsin, yigitlar qizlarni sevsin. Oxirgi 5-6 yil ichida Navoiy universitetidan 26 nafar professor, 21 nafar fan nomzodi bo'shab ketdi. Bu bizga ma'lum bir qism. Hali bilmaganimiz qancha. Navoiy universiteti reytingda 6-o'rindamiz deb ko'kragiga urardi. Sichqonning ini 1000 tanga bo'lib, universitet 35-o'ringa quladi. Rahbariyat buni internet muxlislariga ayta olmay hijolat. Er yaxshi bo'lsa xotin qochmaydi. Universitet yaxshi bo'lsa shuncha olim yetarmaydi. Cho'lponni sotganlar, Qodiriyni otganlar 100 yil o'tib oqlanganida yana go'ra diqqanlar. Qodiriyni ateist, islamofob deb jar solgan Akrom Malik shu dargoh doktoranti. Rektor haqida tanqidiy maqola chiqsa, aravani quruq olib qochib, raddiya beradigan shantaj tarafkashlar tiqilib yotibdi. Lekin universitet o'z ilmiy xodimining bu qilmishi uchun rasman uzr ham so'ramadi. Chunki bu fikr ularga ma'qul. O'ris, kariz, qo'moq hammasi o'zbekcha gaplasin. O'zbekcha gaplamagan ahmoq yo bosqinchi. Jurnalistika universiteti rektori qo'rqmay aytgan edi bu gaplarni. Til adabiyot universiteti sultoni ham, tilshunoslar ham suv yutganday jim. Davlat tilini 21-oktyabrda eslashadi hali. Navoiy universiteti va Chirik MTRK hamkorligida til darslari tashkil etilarmish. Insiderlar ko'rsatgan darslikda na bosqichli lug'at, na transkripsiya asoslari to'g'ri ishlab chiqilmagan. Shu bahona parilar dunyo gezib yoyrasin. Zamon yengil. Parij, Rim, Amerikada jonona ham qunasin. Novdadigina Hazrati Navoiy bobomiz. Hazrati Alisher Navoiy bobomiz aytdilarki, nima dedilar? El netib topgay menikim, men o'zimni topmasam degan edi Navoiy. Eltuz kanalini qidirib toping va obuna bo'ling.
Toshkentga kelib jalablik qilayotgan xotin-qizlarning salkam 93% viloyatlardan kelgan ekan. Bu ma'lumot Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida alohida ta'kidlanadi. Bu bilan vazirlik toshkentliklar orasida jalablar yo'q demoqchimi? Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya, Tailand va boshqa o'nlab mamlakatlarda jalablik qilayotganlarning pasporti ustiga O'zbekiston fuqarosi deb yozilmagan. U yerga viloyatdan deb yozilgan. Ichki ishlar vazirligida galimi isqirt mahalliychilar o'tirsa, xotinboz militsiyalarning farosatini eshak siysin. Iltuz nashrini ba'zilar islomofoblikda ayblaydi. Diniy yetakchilarning qilmishlariga ko'z yumib, ularni oqlash aslida eng katta dushmanlik. Ham g'orliq ataman, ham peshkirlik degan gap. Mamlakat bo'ylab mullalar qo'shiqchilar o'rnini egalladi. Buning uchun yillar davomida musiqa harom, o'ynash gunoh deb targ'ib qilishdi. Natijada internet yulduziga aylangan mullalar bir nikohni $200-300 o'qiyapti. Solixon degan domla marginal deb sudyaning ikkinchi xotini bilan nikohini o'qib, evaziga $300 olganini o'zi tan oldi. Agar bugun moddiy daromad faktori yo'q bo'lsa, ertagayoq mullalarning aksariyati bu hunarini tashlaydi. Og'a og'zacharon pulli. Avvallari mollani ro'molini 2 patir bilan pechak o'rab berar edik. Hozir mollalar dollar so'raydi. Xuddi fonogrammachi artistlar kabi mullalar ham daromad solig'i to'lamaydi. Zvezda mullalar orasida iftor narxi $2000, masjid ochish narxi $3000, to'yda amri ma'ruf o'qish narxi $1000. Bu narxlarni qashqadaryolik masjid qurgan yigit tergov ko'rsatmasida tasdiqladi. Og'a, talab borki, taklif bor. Odamlarni o'zlari shu pulni to'layman deb mollalarni izindan quvib yuribdi. Pulini to'lab ma'ruzasini ishtaversinlar. Asl muammo ham shu. Tadbirlardagi ma'ruza kontenti yaroqsiz. Asosiy e'tibor xotinlarni pastga urish va kofirlarga tosh otishdan iborat. Ma'ruzalar ksenofob g'iybatga aylanib ketyapti. Sening erkinliging boshqa birov erkinligiga soya solmasligi shart. Ayollarga va o'zga din vakillariga nafrat uyg'otib, ertak aytib yurgan bu mullalar odamlar orasiga dushmanlik urug'ini sochayapti. Imkon bo'lsa qilich ko'tarib hammani musulmonga aylantirishni orzu qiladigan 200lamachilar bor ekan, erkinlik va demokratiya tiklanishi absurd. Masxaraboz mullaning fanatlari internetda pul yo'q, narx-navo qimmat deb noliydi. 2 xotin olish huquqini talab qiladiganlar ham aynan shu rijollar. Yo pulim yo'q deb yolg'ondan noliydi yoki ikkinchi xotinga sharoit qilishni o'ylamasdan seks uchun uylanadi. Bolasini eplolmay yarim yo'lda tashlab ketadi. Nuriddin domalla eshitsin shuni. Litsenziya olmagan mashinik bloger mollalarni yo'qotish kerak. O'zbekiston Konstitutsiyasida bepul tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi yozib qo'yilgan. Baloni o'qi bepul, oylikka ham qashshoq doktorlarni xalq rozi etsin degan Amrillo vazir. Bepul meditsina qog'ozda mavjud nazariya, amalda esa o'zbekchilik. Chaqaloq dunyoga kelgach, doya haqqi suyunchiga pul ataymiz. Palata ko'ykasi ham tekin emas. Dori-darmon sotib olasiz. Ba'zan shprits uchun ham pul sarflaysiz. Kesarchi amaliyot esa alohida to'lov evaziga qilinadi. Meditsina tekin deb ataladigan O'zbekistonda raddomning to'lov kassasi bor. G'aroyib paradoks. Chaqaloq uchun mahalliy poliklinikada medkarta ochiladi. Hamshira har oyning 20-sanasidan o'tib onaga telefon qiladi. Poliklinikada chaqaloqni tekshirtirish, emlash hozircha tekin. Poliklinikada massaj, tish ko'rigi, uzi, qon tahlili barchasi 3-4 so'm rahmat evaziga qilinadi. Odamlar poliklinikaga ishonmay xususiy yuguradi hozir. Javoblari tez to'g'ri chiqadi. Maktab o'quvchilari tibbiy tekshiruvdan o'tib turishadi. Ko'rik o'pka fluorografiyasi va qizlarning selkasini tekshirishdan iborat.
Biror qiz bosh tortsa, hamshira falon tumanning falonchi maktabida 9-sinflardan 2 qiz homilador ekan degan gapni shartta aytib yuboradi. Shablonga aylangan hikoya. O'zlaridan gumonni soqit qilish uchun ham qizlar tselka tekshiruviga rozi bo'ladi. Ko'rik tekin. Shu nuqtada O'zbekistonning tekin tibbiyoti tug'iliboq o'ladi. Qolgan bari pullik. Operatsiyalar uchun order olish shart. Bir qashshoq o'z tuman markazidan order olib Toshkentga kelsa, mas'ul kasalxona ming bahona qiladi. Ordering o'tmaydi deb qaytarib yuboradi. Order olish qiyin jarayon. Shuning uchun o'zbek qashshog'i 1 yil boqqan qo'ylarini sotib, pomidor yig'imidan daromad chiqaradi. Shu pulga davolanadi yoki operatsiya qildiradi. Oyligi kam doktorlar tirikchilik uchun qimmat firma dorilardan yozib beradi. Bitta kapelnitsa qo'yish narxi 50 ming so'm. Agar shu tekin meditsina bo'lsa, tekin deb nom bergan bezbetlarni qoziqqa o'tkazsin kurva kokain, chao pampido. Og'a sho'rda tormozni bosib, elingizni ko'tarib uring pokiyani. Assalomu O'zbekiston, juma muborak.